Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tamam. Bittalarni so'rayman deyatgandim sizdan. So'ra, pul so'ramasam bo'ldi-ku. Yo'q, pul emas. Bitta qizni yaxshi ko'raman men. Ha. Lekin uylanmayman, aldab yuribman, yaxshi ko'rib. Hop. Shunga mashina sovg'a qiling deb so'rayapti. Hozir mashina sovg'a qilsam, xarib bo'lib qolmaymanmi? Yo'q, uka hali bo'lib. Sen hali bo'lib qolmaysan. Endi sen tug'ib katta qilgan-ku. Azizga iloji bo'lsa u qizni kantagingga jannatim otam, jannatim onamni saran tiqib qo'y uka. U hali bo'lmaysan. Menga qarang. G'alati, hozir niye joyidamiz endi? O'ylanib savol beryapsan. Uka menga bir hafta qilma, bir umr qilma uka. Ketib bor, bilet olib, cho'ntagingda puling bormi, pasporting bilan? Ketganlarga bir qariyalarga ketib bor, tushundingmi? Ammo uka aytdi, pita-pol tayyor ko'rib qolmay, singiz qirg'i beraman, mol emassan sen. Nima ular deyapsan sen? Sizni biladi deb so'radim-da, aka. Bilmayman men, asabiylashtirma meni, bir borga sur. Bo'pti, hozir bittasidan so'rab ko'raman. Hozir boshqasidan so'raysanmi sen? Bor, uka, ushlab olmay bir joyda, bor.